individual yordam, ya'ni mana shu akaxonimizni o'zi individual yordam berish uchun sizlar 4,5 million so'm to'lashingiz kerak. Bu bir raqam shu BMJdan boshqasiga o'tmay, har ikki gapini birida BMJ 8 mingta odam bu kishini kuzatyapti. Xo'p, do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, sog'-salomat yuribsizlarmi? Sizlarga endi aytiladigan ikkita gaplarimiz bor. Xudo xohlasa, faqat to'g'ri tushuninglar. Bu qanaqadir raddiya berish emas, yoki umuman sizlarni mana shunaqa narsalarni sotib olmanglar yoki o'rganmanglar deyish emas, faqat to'g'ri xulosa chiqaringlar. Yoki bu aynan mana shu YouTube'da yoki umuman olganda o'zini ustida ish olib borayotgan ayrim shaxslarni qoralash maqsadida emas, faqat to'g'ri tushunish kerakligini aytmoqchiman. Ya'ni tanqidni ham to'g'ri qabul qilinglar, boshqasini ham. Men negativlik qilmoqchi emasman, aynan mana bu youtuberlarga, ayrimlariga. Qaranglar. Holitech haqida boshlaymiz gapirib. Holitech haqida gapiradigan bo'lsak, Holitechni men boshida kuzatgandim. Ayrim o'sha qo'ygan videolarini bilsanglar, dastlab Holitechda 69 ming so'm evaziga, aytaylik 70 ming so'm evaziga darslik sotgan edi. O'sha darsliklari mana bu yerdagi Holitechning darsligi hisoblanadi. O'sha 69 ming so'mlik kanaliga bitta efirida turib o'sha bepul sovg'a tariqasida berganda kirib qolgandim. Hozir mana shu sovg'asi ham 69 ming so'm emas. Yoki bu mana shu ikkalasidan bittasi, adashmasam, o'sha 69 ming so'mlik kanalda bergan edi. Mana shu bo'lishi ham mumkin. 2023-yil yanvarda. Balki mana shu. Telefonda. O'sha eski videolarni qaraydigan bo'lsak, Holitechchi oldingi videolar kechirasiz. Aynan mana shu ishlarni olib borib 69 ming so'mlik darslarimni olgandan keyin mana shunaqa bo'ldi, manaki ko'tarildi, manaki nima dedi? Yaxshi natijaga erishdi deb yurardi. Aynan mana shu Holitech kanal mana 5 yil oldin boshlangan. YouTube top 10 YouTube mavzular 5 yil oldingi mavzular haqida boshlangan. Sekretni deyapti. YouTube telefonda pul ishlash. Xolos 2 yil oldingi Amerika YouTube haqida gapirib boshlagan edi. Mana shu videolardan agar olinmagan bo'lsa, yana bilmadim. Qaysidir videosida o'sha darsliklar haqida aytgandi. Endi aytmoqchi bo'lganim, gapni qisqa qilamiz bu yog'iga. Hozir Holitechda to'g'risini aytaman, o'sha sotib oladigan VIP premium yoki premium VIP deydimi, qanaqadir 3 xil tariflari bor. Ular qimmatlik qiladi sizlarga aytmoqchiman. Sotib olmayman demoqchi emasman, lekin puliga arziydigan tariflar emas. Aytish mumkin, puliga arziydi, sen qayerdan bilasan, o'qimagansan. Biz o'qib chiqqanmiz deydigan bo'lsalar aytinglar. O'sha pulga arziydigan bo'lsa, men mayli bitta savol javob qilib olaman. Nimaga? Bu yerda aytishim mumkin. Qulayliklari qayerda desa, sizlar aytadi, sun'iy intellekt beramiz deydi, top yo'nalishlar deydi. Yo'nalish topish problema emas. Ya'ni o'zingizlar qilib biladigan yo'nalish aytishinglar kerak. Ya'ni Holitechda ham hozir xuddiki trading singari hozir haligi o'sha dolya deydimiz, soqqa qilishga o'tib ketgan. To'g'risi tan olaylik. Xo'p, kanalini narsani o'zgartiribdi-yu. Afishasi deymizmi, nimasi? Xolos. Mana shu oddiy kanaldan Gmail ochishidan tortib hammasini bu akaxonimiz vaqtida mana shu kanalda 69 ming 70 ming so'mga sotib yurgan edi. Lekin aynan mana shu bo'lmasligi mumkin. Chunki aytaman, 23-yilda yanvarda tashlangan. Mana bu aprelgacha, keyin apreldan qo'yib boshlagan ekan. Yo'q, aprelda bu videolar yangilangan, adashmasam. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, aka qarayaptilar, soqqa yaxshi. Ya'ni kanalni yuritib yoki boshqa qilishdan ko'ra, ya'ni soqqasini berib o'sha odamlarga soqqasini olib odamlardan foydalanish maqsadiga o'tib ketgan.
to'g'risi tan olaylik. Mana Google AdSense o'chib qolgan monetizatsiyani qayta yoqdik, boshqa. O'zi ham ancha narsalarni bepulga o'rgatib turgan bola edi vaqtida. O'sha keyingi videolarga qaraydigan bo'lsak, mana o'sha buzildi aka. Darrov pul quturtirdimi deyishadi. Aka buzildi. Eng oxirgi videolarga qaraydigan bo'lsak, mana bunaqa qilinglar, podkast, post, jonli efirlari bor ekan. Mana bu yerda mana jonli efirlar. Jonli efirlarga kiradigan bo'lsak, akada faqat nima o'zinglar bilasizlar. Faqat va faqat mana shunday jonli efirga kiramiz. Aka qarang. Qaysidir jonli efirida aytdi. Mana boshlandi. Vot. VIP tarifi qaranglar. Keyin mana shu tarifini biz sizlar bilan bir qarab chiqamiz. Nimalar bor? Ushbu modullarda, 3 ta modulda mustaqil, ya'ni 4 ta modul 25 ta dars. 1 oylik to'liq dastur. 1 oy ko'rish imkoniyati, kanal ochib berish. Bitta kanal ochib bergan, mana tufta, ko'zinglarni oching. 2.197.000 so'm deyapti mana shu narsa. Endi qaranglar. Premium 8 ta modul ekan, 2 oylik to'liq, 1 oy ko'rish imkoniyati, kanal ochib berish, sertifikatni ko'tiga tiqib qo'ysa ham foydasi yo'q. Ko'tiga tiqib qo'ysin, foydasi yo'q, unaqa sertifikati yo'q, boshqasi. Xo'sh, mentor nazorati. Mentorga ham tupurib qo'yinglar akalar. Konkretni sababi YouTube chat deb yozsanglar ham Telegramda o'zi chiqadi. Istalgan bitta o'sha YouTube chat deysizlarmi, YouTube aytaylik O'zbekiston youtuberlar, o'zi youtuberlar, mana shunaqa deb yozsanglar chiqadi. Men o'zim ham youtuberlar uchun alohida guruh qilib qo'yishim mumkin. Hangama qilib aytaylik muhokama qilish uchun. Agar guruh ochadigan bo'lsam, Telegram o'sha guruhni linkini qo'yib qo'yaman YouTube'ga. Videolar ostiga qarab qo'yasizlar. Mentor nazorati, jonli efirda tahlillar. Bu tahlilini ham yana aytayapman, tahlil qilib beradigan, tekindan tekin tahlil qilib beradigan odamlar tiqilyapti akalar. Sizlarga o'zini tekin maslahatini beradigan. Unaqa tekin maslahat beradigan normal ustozlarni so'rasanglar, o'zim ham aytaman, kommentariya yozib qo'yinglar. Jonli efirda tahlil. Bu men o'qidim. Speakerlar ko'tiga tiqib yorsin bunaqa narsalarni. Bitiruv kechasi buni ham xolisi jamoasiga qo'shilish, jamoaga qo'shilish qaranglar, bu raznica 100.000 so'm bilan bu bilan bunda bir tiyinlik raznicasi yo'q. Pashti. Bu modullar haqida ham hozir gapirib o'tdim. Demak, VIPda, bu premium bilan VIPda orasida 2 millionlik farq. Bunda 300.000 so'mlik. Xo'p, 10 ta modul ekan, u 50 ta dars. 4 ta modul. Yaxshi. 2 oylik to'liq dastur, 2 oy ko'rish, kanal, sertifikat, individual yordam. Ya'ni mana shu akaxonimizni o'zi individual yordam berish uchun sizlar 4,5 million so'm to'lashinglar kerak. Bo'lmasa, bu kishi nima edi? Xo'jayinimiz o'zlari ishlarni qilib yuraveradilar. Bir ikkita yordamchilari sizlar bilan shug'ullanish uchun 2,5 million so'm. Agar yo'q, o'zim shug'ullanaman desanglar, bitta kanal ochib berarlar. Umuman mana shu narsa, bitta kanal ochib berish, 1 oy ko'rish imkoniyati, 4 ta modulchasi 2,5 million emas, 2,200 ta ekan. Xo'p, qayerlik 2 oyda 4 marta offline yoki onlayn uchrashuv. Uchrashuvdan ma'no mazmuni to'g'risi uchrashuv shart emas. O'zi aslida konkretni o'ylanglar, uchrashuv umuman shart emas. Kafolat monet yoqishga. Monet yoqish akalar, O'zbekiston territoriyasida ham o'zbekcha kontent qilib monet yoqsangiz bo'ladi. Monet yoqishni ham shunday ko'tiga tiqib olsin, bunaqangi shartlar. Sizlar konkretniy yo'nalish kerak. Tushunyapsizlar? Monet yoqish Amerikan daxoy yo'nalishlar so'kinib oldi. Amerikanskiy yo'nalishlar ko'p, просто tak monet yoqish uchun. O'lik monetlar ham ko'p. 10 ta video qo'yasiz, $4, $5. Bazur, ya'ni baribir o'zbek auditoriya aralashadigan yo'nalishlar haqida gapiryapman-da men. U monet yog'ish problema emas. YouTube shartini bajarasizmi? 1000 soatni 1000 ta obunachi 54.000 soat.
yoki 10 million prosmotr. Bitta skrinshot tashlab qo'yaman, men sizlarga 10 million prosmotr, 11 milliondan ham oshib ketgan prosmotrim turibdi. Hali ulaganim yo'q. Sababi kanal tarixi o'chib qolgandi. Men shuni ham hozir qo'yib qo'yaman iloji boricha videoda. Kanal tarixini yoqsam, u ham monetga ulanadi. Monetga ulash muammo yo'q. Prosta u monetga ulaganim bilan ko'p daromad bermaydigan kanalim bo'lganligi uchun ham uncha ishlamayapman. Xo'p. Demak, aytmoqchi bo'lganim aynan mana shu. Bu kishi xolos soqqa o'tib ketgan akalar. Sizlarga o'zini asosiy yo'nalishlarini aytaman, u bu deyish mumkin, lekin xo'p, balki aytganlar, lekin bu akaxonimiz bo'ldi, o'sha odamlarni o'zini kuchi bilan emas, hozir bilimim bilan erishaman u bu deyapti. Yo'q. YouTube'ga katta bilim shart emas. Katta bilim shart emas. Bu yerda masalan inglizcha so'zlarni biladigan bo'lsanglar, ingliz tilini biladigan bo'lsanglar, yaxshiroq, bundan-da yaxshiroq o'rganishinglar mumkin. Kurs kerak emas. Demak, bu kishini aytdik. Keyingi youtuberimiz bitta aqlli chiqib qoldi bu yerda ham, to'g'risi, yana soqqaga o'tib ketgan. Hozir aytaman. Oybek akadan. Oybek YouTuber deb yozaylik. Oybek. Mana Oybek bu bratim shu BMJdan boshqasiga o'tmay, har ikki gapini birida BMJ 8000 ta odam bu kishini kuzatyapti. Men ham obuna bo'lib qo'yayman. 20 nechtadir bo'ladi. Mayli, hay. Bo'lmasa bir marta obuna bo'lib yana olib qo'yamiz. Demak, playlist shorts video. Xo'p. Bu kishini bugun bitta jonli efirni ko'rgandim. Qarang, 24-yildan beri bor ekan. Demak, bu akamizni ham oxirgi videolariga va eng eski videolariga bitta qarab qo'yamiz. 4 oy oldin boshlagan akamiz o'zi. Mana sizlarga bitta gap isboti. BMJ bitta Xoletichdan keyin chiqqan aqlli akamiz bu. Shuning uchun ham endi mana bu oson ulash, bir nima degan, mana bitta BMJ. Mana tagiga ham yozib qo'yibdi o'zi BMJ Drive. O'zi akangni bilgani, Oybek akangni borgani BMJ bo'lib qolgan. Keyin YouTube'da ko'rgan bitta ikkita yo'nalishlarni chiqib olib, mana bunaqa bo'layotgan, mana deb boryapti, bo'ldi. Xo'p, mana bular shart emas. Loh odam ham biladi PUBG'dan qanaqa chiqib qilish mumkinligini. Xo'p. Mana bu ham yana BMJ. Ko'ryapsizlarmi? Men realni olib gapiryapman. Yolg'on bo'lsa aytinglar. Unaqa negativlikda emas. Sotib olinglar ham demayman, sotib olmanglar ham demayman. Sotib oladigan bo'lsanglar, bunaqa qimmatga sotib olmanglar. Bular o'zicha otasi bilan buvasi ko'rmagan pullarning narxini qo'yib yuboryapti-da. Sotib olinglar mayli. Bundan ham, Xoletichdan ham, lekin narx qo'yib yuborish kerak. Mana o'zim Amerikaga qarang, ustoz YouTube, BMJ Drive. Har ikki gapini birida BMJ Drive, bir normalniy qimmatroqga kompyuter olgan. Или aytaylik nima deydi, o'sha kompyuterni shu BMJni ko'taradigan, BMJda video taxlashni bilib olgan, bo'ldi, уже как YouTuber ustoz akaxonimiz вообще. Yana bitta akamiz bordi, u kishi haqida to'liq hali ma'lumotga ega emasman. Hozir lekin mana shu topishga harakat qilaman. Ozgina kutib turinglar, deylik. Ko'p ko'rilganiga sababi kanal egasi kuniga bir nechta video qo'yar ekan. Bo'ldi, topdim. Ulug'bek Pardayevni YouTube kanali kerak. Mana. Assalom. Mana o'sha oxirgi aytgan akaxonimiz zapis. Yo'q. Video. Xo'p.
Bu akamizda ham pullik xizmatlari bor. Bu akaxonimizda ham faqat bitta narsa. O'zi qo'ygan videolarga qarasanglar 3 oy oldin boshlangan. 3 oy oldin video tayyorlab yoki YouTube'ga video qo'yib boshlagan odam sirasi dars berishga o'tib ketmasligi kerak. Yokida aytaylik nimagadir xizmatlar sotishga. Xizmatlar sotish hozirda уже bir tiyinga qimmat bo'lib qoldi unaqangi xizmatlar, mana bunaqangi aytaylik bannerlar tayyorlash, avatarka tayyorlab berish. Umuman olganda mana dizaynerlar juda yaxshi tushunadi. Bir-biriga qovushmaydigan rasm, bitta rasm o'zi bechora hol. Bitta rasm turibdi. O'zi Photoshopda ham inasini emdirib tashlabdi, orqasida pullar. Mana bu rasmni bilasizlar nima uchun? Asosan kimlar foydalanadi bu rasmdan? Bu YouTube kanal yurituvchi odam uchun mana bu vobsheda kerak bo'lmagan, bir-biriga o'xshamaydigan rasm. Orqasidan Amerika bayrog'i qayib. Buni qay tushunsa bo'ladi. Desa, custom brukda qo'yilgan, o'sha aqlini yo'q qo'ygan akamiz 1970 nechtadir obunachi bilan 57 ta videoda. Ko'rasizlar, jigarlar, aqlinglarni ishlatinglar. Kimdan kurs sotib olishim kerak? Qanaqa kurs sotib olishim kerak? Maslahat kerak bo'lsa bemalol. Mendan kurs sotib olinglar demayman. Men kurs o'tayotganim ham yo'q. Men faqat hozir sizlarga tushuncha berishga harakat qilyapman. Sizlarga yo'nalish kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa kiringlar YouTube'ga. Mana shunaqa kirganinglardan keyin sizlarga kerakli yo'nalishni o'zinglar topib olasizlar. Oxirgi marta shu mashina haqida video ko'rganimga mashinalar chiqib keldi. Xo'p, hozir pastroqda chiqib qoladimi degandim. Mana. Xo'p, boshqa videolarga chalg'imasdan turasizlar. Xo'p, ayrim videolar. Xo'p, bilasizlar, mana bu yerda ko'p xo'p devordim. Balerina Cappuccino. Mana o'sha videolardan bitta. Mana shularni ko'rib chiqasizlar. Tung sahur. Bunaqa video taxlab bo'lmaydi, bilasizlar. Sizlar aynan aytaylik sun'iy intellektda ishlab bilmasanglar. Mana bunaqangi videolarni lekin prompt yozib, oddiyroq qilib taxlash mumkin. Yoki mana bunaqa ASMR yo'nalishi. Bu yo'nalishlarni bemalol taxlasanglar bo'ladi, jigarlar. O'zingizga mos kontent qilishga kuchinglar yetadigan yo'nalish tanlaylik. Mana bu oddiy, qaranglar. Faqat qanaqa qilib bunaqangi video chiqarish mumkin desanglar, orqa fonni yo oq yokida yashil rangda qilasizlar. Oq rang normalniy. Orqa fonni ham bu yerda ham kichikkinagina bir studiyacha qilib olasizlar. 1 metrga 1 metrlik yoki aytaylik 2 metrga 1 metrlikmi. Mana shunaqangi studiya joycha qilib olasizlar. 2 ga 1, 1 ga 2 va hokazo. Va rang-barang qanaqadir nimalardan o'sha har xil rangli bir ideya qilishga harakat qilasizlar. O'ylab ko'rasizlar. Bu ASMR biroz xarajat ketadi. Ko'p xarajat ketmaydi, bilib o'tiribsizlar. Bu umuman boshqa narsa. Xo'p, bo'yashni bilasizlar. Mana bu yerda ham ASMR mana shunaqangi yo'nalishlarni topishinglar kerak. Yokida green screenlar yordamida oddiy uyda o'zingizlarni bir qanaqadir videoga olgan holatda ko'rasizlarmi nima? Bu green screen video. Hech narsa yo'q. Akamiz ko'chaga ham boshqa joyda ham va 65,000 prosmotr 2 kun oldingi video. Mana shu videolarni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Xo'p, 36 ta video bilan 51,000 ta podpischik. 2008-yilda ochilgan kanal. Eskiroq kanalni sotib olgan. Eng eskisi 1 oy oldingi videolar. Va bu yaxshi bir yo'nalish sizlarga. Ya'ni trenddagi yo'nalishlardan foydalanyapti akamiz va eng ko'p ko'rilgani aynan 2,5 million. Va bu eng birinchi qo'ygan videosi. Ko'ryapsizlar, trenddagi videolarni joylashtirib olyapti va olayotgan joyni sahnalari ham biroz normalniroq. Menimcha bu yog'iga sizlarga yaxshigina ideya g'oya bo'ldi. Mana shunaqa g'oya asosida ham ko'rib borish kerak. Menimcha tushunarli bo'ldi. Yo'nalish tanlashi o'zingizlar mana shu atrofda
YouTube atrofida trendni aniqlashni o'rganib olsanglar bo'ldi. Mana bu videolarni asta o'rganinglar. Xullas, montaj qilishni o'rganib olinglar. Montaj qilish uchun ham xullas nima haqida yordam kerak sizlarga? Nima yordam kerak? Aytinglar. Xo'p, keyin mana bu bitta sizlarga bitta yo'nalishni aytmoqchi edim. Voh, как раз mana shu kanal. Shu kanalni bilmadim, to'g'risi mana shunaqa yo'nalish haqida aytmoqchi edim. Qarang. Sizlar o'zinglarni yuzinglarni ko'rsatishni xohlamasanglar, mana shunaqa yo'nalish kerak sizlarga. Bu juda ham zo'r effekt beradi. O'zbekcha yo inglizcha gapirishingiz ham shart emas, yoki sohil bo'yida bo'lishingiz ham shart emas. Buni eng eski videolari 2 oy oldin boshlangan bu akkalarimiz. Faqat suvlar bilan boshlabdi, qanaqadir yo'q. Prosta qiziqarli, qanaqadir kulgili holatlar qiladi. Men hozir o'sha kanalni topishga harakat qilib ko'raman. Va bo'ldi. Nimalardir deb gapirmasdim. Oppo, yo'qolib qoldi u ham. Xullas tushuninglar, ya'ni maska, ustingizga kiyim. Misol uchun ikkita qahramon nimalardir qilib qiziqarli, nimalardir tayyorlab bemalol qilishingiz mumkin. Yaxshiroq bir yo'nalishlar haqida ham aytib o'tmoqchi edim. Biroz vaqt cho'zilib ketdi. Ming bor uzr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga yana tez kunlarda yaxshiroq foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Bu to'g'risi o'zi chiqargan videom asosiy maqsadi aynan mana shu edi. Ya'ni aldanib qolmanglar. Kurslarga o'zingizlar biroz izlaninglar. O'sha 2 million, 4 millionlik narsani o'zingizlar bundoq izlanib, prosta tak 4 millionga yaxshi kamerali telefon olinglar. Bo'ldi. O'zingizlar YouTubedan izlanasizlar yoki 4 millionga 2 millionga kamera, umuman studiya uchun yoki ASMR yo'nalishi uchun xarajat qilinglar, bo'ldi. O'shani videoga olasizlar, qo'yasizlar. Uni maslahat olib ham o'sha birortaga iltimos qilsanglar ko'rib beradi. Yoki yana bitta akamiz bor. Dilmurod Po'latov. Konkretno mana shu akamiz zo'r. Assalomu alaykum. Mana shu akamizni ma'lumotlarini ko'proq ko'rib turinglar. Men podpiska bosmagan desanglar, bu akkaunt yo'q. O'zimda akkauntimda bor, podpiska bosilgan. Bo'ladigan dalli-g'ulli gaplar. Mana shu akamizga men ishonaman, to'g'risi. Sizlarga maslahat beraman. Xullas, ko'rib olinglar. Yana bitta akamiz bor. U akamizni keyingi videoda qo'yib beraman. Ana shu akamizdan kurs sotib olsanglar yana ham yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Kimligini ham aytib qo'yaman. Yaxshi. Savolinglarni bemalol kommentariy yozinglar. Negativ yozadigan bo'lsanglar men javob yozmayman. Ochig'ini aytaman, chunki men negativlarga e'tibor bermayman.